Bahodir Ulug'bek. To'g'rilarmi meni? Bahodir Ulug'bek, Mard Ulug'bek, Alpomish Ulug'bek. Ana, Jasur Ulug'bek. Spasibo. Ulug'bek, mana janglaringizni ko'rdim. Ana yarim finalda tushgan koreyalik raqibingiz ismi kim edi? Bu koreyalik raqibimni ismi kim edi? Shu menga juda ham qiziq. Shu koreyalik raqibingiz ismi kim edi? Ya tushunmadingiz, o'zi uni kim deb chaqirishadi? Shuni aytyapman. O'zi uni kim deb chaqirishadi? Ya hokim buva qarang. Koreyalik raqibimga ota-onasi kim deb ism qo'ygan? Bu menga juda ham qiziq. Koreyalik raqibingizga ota-onasi kim deb ism qo'ygan? Qarang. Men Siz tatamiga chiqqanimda, qarshimda koreyalik raqibim kim turgan edi? shuni so'ramoqchi bo'lyapman sizdan. Siz tatamiga chiqqaningizda qarshingizda koreyalik kim turgan edi? Keling, sir bo'la qolsin.